Hech e'tibor berganmisiz? Ko'pchilik ingliz tilida o'rganaman deb boshlaydi, 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin to'xtatib qo'yadi, charchab qoladi. Ba'zilar bo'lsa kitobdan boshini ko'tarmasdan o'qiydi, lekin gapirishga kelganda bo'lib qoladi. Yana kimdir 2000 ta so'z bo'lishiga qaramasdan oddiy suhbatlarni tabiiy ravishda davom ettira olmaydi. Nega bunaqa bo'lyapti? Chunki ingliz tili bu faqatgina kitobda yozilgan qonun-qoidalar yoki lug'atlar emas. Bu ko'nikma. Uni sportga o'xshatish mumkin. Qanchalik muntazam mashq qilsangiz, shuncha kuchli bo'lasiz. Bugun men sizlarga ingliz tilini samarali o'rganish uchun 3 ta oddiy, lekin eng muhim usullarni aytib beraman. Ularning barchasi ilmiy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan va o'quvchilarim bilan sinab ko'rganman. What's up family? How you guys doing? It's Mike here. Xullas o'rtoqlar, biz yangi loyiha boshladik. Siz bu videoni English with Mike kanalida ko'rib turibsiz. Agar qo'llab-quvvatlasangiz, men juda ham xursand bo'laman. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Rahmat. Ingliz tili o'qituvchi sifatida yuzlab o'quvchilar bilan ishlashga imkonim bo'lgan. Shu vaqtda deyarli hammada uchraydigan 3 ta muammo bor. Grammatikani yaxshi biladi, lekin gapira olmaydi. Ikkinchisi, ko'p so'z yodlaydi, lekin ishlata olmaydi. Uchinchisi esa ingliz tilida ko'rishi, eshitish xohlaydi, lekin tezda unutadi. Bu muammolarning ildizi bir xil. Ular tizimsiz hamda noto'g'ri yondashuv bilan o'rganishadi. Shuning uchun men bugun siz bilan qanday qilib tizimli o'rganish mumkinligini, qanday qilib ingliz tilida yashash mumkinligi va nima uchun gapirishni ertaroq boshlash zarurligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Agar shu 3 ta narsani qiladigan bo'lsangiz, til o'rganish tezligingiz 2, hatto 3 baravarga tezlashadi. Birinchi usul: tizimli o'rganish. Bilasizmi nima? Ko'pchilik ingliz tilini tasodifiy uslubda o'rganadi. Bu qanaqa ekan deb o'ylayapsizmi? Bugun bitta qanaqadir qoida yodlaydi, ertaga 30 ta 40 ta so'z yodlaydi, keyin esa 1 oy tanaffus qiladi. Natijada hammasi chalkash bo'lib ketadi. Tartibsizlik yuzaga keladi. Til o'rganishda eng muhim bo'lgan omillardan bittasi muntazamlik va kichik qadamlar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuniga 20-30 daqiqa muntazam o'rganish haftasiga 1 marta 3-4 soat o'rganishdan ko'ra samaraliroq ekan. Bu spaced repetition deyiladi. Ya'ni bilimlarni qayta-qayta vaqt oralig'ida takrorlab borish. Masalan, shaxsan o'zim ingliz tilini o'rganayotgan paytlarimda har kuni reading out loud qilardim. Ya'ni ma'lum turdagi matnni ovozimni chiqarib, o'zbek tilida qanaqa tone of voice da gapiradigan bo'lsam, qanaqa balandlikda, qanaqa tezlikda gapiradigan bo'lsam, xuddi o'sha tarzda ingliz tilida kitob o'qirdim yoki gapirishga harakat qilardim. Va bu albatta og'iz muskullarini shakllantiradi, talaffuzingizni tozalaydi. Vaqt o'tishi bilan level up qildim. Ya'ni darajani keyingi bosqichga olib chiqish uchun esa shadowing texnikni qilishni boshladim. Bu orqali videodagi odamning nutqini takror-takror qaytarib, intonatsiyasini o'rgandim. Hatto ular qanday nafas olishigacha o'rgandim. Mana o'zingiz ham bilsangiz kerak, o'zbek tilida gapirishingiz bilan boshqa bir tilda gapirishingiz o'rtasida farqlar bo'ladi. Talaffuzingizda, muskullarning ishlashida va umumiy fikrlashda farqli bo'ladi. Va o'sha narsalarni rivojlantirishda yoki bir ko'nikma hosil qilishda shadowing texnik katta yordamini beradi. O'quvchilarimga ham shu narsani tavsiya qilaman. Haftalik reja tuzing. Masalan, dushanba grammatika va yangi so'zlar, seshanba speaking mashq, chorshanba listening va qayta takrorlash, payshanba yozma mashq, juma test yoki revision, ya'ni takrorlash. Va hafta so'ngida qandaydir bir video tayyorlashingiz mumkin yoki erkin suhbat quring. Bu mashg'ulotlarning ketma-ketligini ahamiyati yo'q. Qaysi birini xohlasangiz, o'shani birinchi qiling. Undan keyingilarni keyin kunlarga olib qo'ying. Asosiysi tizimli o'rganishga harakat qiling. Agar mana shu oddiy, sodda tizim bilan 2 oy yoki 3 oy o'qiydigan bo'lsangiz, hatto o'zingizni tanimay ham qolasiz. Chunki yuqorida aytganimdek, muntazamlik bu ma'lum bir vaqtda motivatsiyaga to'lib o'qishdan ko'ra muhimroq va ancha samarali hisoblanadi. Va o'quvchilarim orasida ham shunaqa tizim bilan o'rgangan o'quvchilarim qolganlarga qaraganda 2 yoki 3 baravar yaxshiroq, sifatliroq o'rganishgan. Xulosa, tizimli o'rganish sizni chalkashliklardan qutqaradi va o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlashga yordam beradi. Ikkinchi usul: ingliz tilida yashash. Ingliz tilini faqat kitoblar bilan cheklanib, faqat kitoblarga bog'lanib qolib o'rganib bo'lmaydi. Siz uni hayot tarzingizga aylantirishingiz kerak. Masalan, telefoningizning sozlamalari, ya'ni nastroyka bo'limiga kirib, tilni inglizchaga o'zgartirib qo'ying va ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rayotgan kontentingiz ingliz tilida bo'lsin. Sevimli filmlaringizni avval subtitr bilan ko'ring, keyin esa umuman subtitrsiz ko'ring. Kerak bo'lsa o'sha o'rganayotgan bilimlaringizni, iboralar, frazalarni qog'ozga yozib, ko'zingiz tushadigan joyga yopishtirib qo'ying. Shaxsan o'zimchi
xonamni qog'ozlarga o'rab tashlaganman. Mana necha yil deganda remont qilgan paytimiz endi olib tashlashga majbur bo'ldim. Juda ham xafa bo'ldim. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha yozilgan narsalarga ko'zingiz tushadi va ongsiz ravishda o'sha iboralar, jumlalarni vaqt kelganda keyin ishlatishni ham boshlaysiz. Chunki har kuni ko'zingiz tushib turgandan keyin joy kelganda shu nuqtasiga urasiz. Mana hozir ingliz tilini o'rganyapsiz. Sizga eng ko'p yordam berayotgan odatingiz nima? Kitob o'qishmi, serial ko'rishmi yoki gapirishmi? Qaysi biri? Kommentariyada yozing. Yozdingizmi? Ana endi davom etamiz. Stephen Krashenning Comprehensible Input nazariyasida shuni aytadi. Odam tilni o'zlashtirish uchun uni tushunadigan, lekin biroz qiyinroq holatda eshitishi kerak. Masalan, men Friends serialini juda sevib tomosha qilaman. Ingliz tilini o'rganayotgan paytlarim boshida ochiqni aytaman, tushunmasdim. Gap nima haqida ketyapti, nima kulishyapti deb, endi backgrounddagi kulgilarga qarab men ham qo'shilib kulardim. Lekin vaqt o'tishi bilan qayta ko'raverib, uni o'rganib, iboralarni tarjima qilib, uni ishlatishni boshlaganimdan keyin yanada tushunarliroq, qiziqarliroq bo'lgan har safar yangi epizod ko'radigan bo'lsam, o'sha epizod ichiga kirib ketaman va jarayon davomida yangi uchragan so'zlar, iboralar bo'lishi mumkin. O'shani shuni yengilgina bir qarab ko'rib, mana shunaqa degan ma'noni bildirar ekan deb o'rganib boraveraman. Shu tarzda ingliz tilini hayotingizga qo'shadigan bo'lsangiz, u siz uchun qanaqadir bir majburiyat emas, tabiiy bir qandaydir odatga aylanadi. Xulosa, til sizning kundalik odatingizga aylanganda, uni o'rganish oson hamda zavqli bo'ladi. Endi shu joyda keling, meni bilmaganlar, meni tanimaydiganlar uchun qisqacha o'zim haqimda aytib beraman. Men ismim Nurmuhammad va juda ham ko'pchilik meni Mr. Mike deb chaqirishadi va oxirgi 6 yildan beri ingliz tilidan dars berib kelaman. Shu vaqtgacha mingga yaqin o'quvchilarga ingliz tilini real hayotda amalda ishlatishni o'rgatib kelmoqdaman. Ayni paytda O'rta Osiyodagi eng katta onlayn ingliz tili maktabi, ya'ni Inglifyda o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Inglify maktabi haqida eshitmaganlar uchun, bu maktab siz ingliz tilini samarali hamda onlayn o'rganishingiz uchun ayni muddao. Undan tashqari Inglify onlayn maktabining o'z ilovasi bor. Bu ilova ichida har bir daraja uchun serial ko'rinishdagi video darsliklar tayyorlangan. Siz ularni shunchaki tomosha qilmay, balki POV formatdagi darsliklarda o'zingiz ham qatnashasiz. Bundan tashqari haftasiga sizni 3 marta speaking, 3 marta grammatika darslari kutib turibdi. Shuning uchun siz nafaqat mustaqil shug'ullanasiz, balki jonli Zoom darslarda ham o'rgangan bilim ko'nikmalaringizni ishlatasiz. Bundan tashqari hali yana imkoniyatlar juda ham ko'p. Agar hammasini aytadigan bo'lsam, vaqt yetmay qoladi. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tavsifidagi havola orqali kirib ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Nasib bo'lsa, o'quvchilarimdan biriga aylanarsiz. 3-usul, gapirishni erta boshlash. Ko'pchilik oldin grammatikasini zo'r qilib o'rganib oling, takoy darajaga chiqib oling grammatika bo'yicha, keyin speaking qilaman deydi. Va bu esa eng katta xatolardan biri. Eslab qoling. Gapirish bu skill, ya'ni mashq qilmaydigan bo'lsangiz, uni ustida doimiy tarzda ishlab, gapirib turmasangiz, u rivojlanmaydi. Psixolog Meryl Swainning Output Hypothesis nazariyasi shuni ko'rsatadi. Odam gapirishga harakat qilganda, miyasi avtomatik tarzda bilimdagi bo'sh joylarni topadi. Shunda u xatolardan o'rganadi va tezroq rivojlanadi. Video boshida aytganimdek, men har kuni reading out loud yoki shadowingga o'xshash mashg'ulotlar bajarganim uchun speakingni rivojlantirishim ancha osonroq bo'lgan va vaqt o'tishi bilan men nafaqat ingliz tilini o'rganishga, balki uni o'rgatishga ham qiziqishni boshladim. Shu sababdan ora-orada ingliz tilida videolar tayyorlardim va haftasiga bir necha marotaba o'zimga o'zim speaking qilardim. Ya'ni telefonni qo'yib qo'yardim-da, qaysidir mavzuda to'xtamasdan gapirishga urinib ko'rardim. Xuddi kimdirga hikoya aytib berayotgandek. Albatta bu menga katta yordamini bergani uchun hozirgi paytda ham o'quvchilarimga beradigan vazifalarimdan biri hisoblanadi. Ya'ni ular haftasiga 2 yoki 3 marotaba ma'lum bir mavzuda speaking video rolik tayyorlashga harakat qilishadi. Bu nafaqat ingliz tilini rivojlantiradi, balki o'ziga bo'lgan ishonchini ham orttiradi. Mayli xato qilar, mayli talaffuzi unchalik o'zi xohlagandek ravon yoki chiroyli chiqmas, lekin ular oladigan, o'sha his qiladigan feeling, men eplayapman, gapirib olyapman degan narsa bo'ladi. Va bu albatta ularga motivatsiya beradi, o'zini ustida doimiy ishlashga turtki bo'ladi. Shu sababdan har kuni iloji bo'lsa 5 minut, mayli borsa 2 minut ingliz tilida gapirishga harakat qiling. Oynaga qarab gapiring, video rolik oling. Boshida ishoning juda ham noqulay, diskomfort bo'ladi. Lekin bu vaqt o'tishi bilan ijobiy tomonga o'zgaradi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortgandan keyin, qo'pol qilib aytganda, duxingiz oshib ketadi-da. Har kuni keyin shu gapirmasam bo'lmaydi, qanaqadir mavzuda gapirib turishim kerak
degan narsani olasiz. O'sha his paydo bo'ladi sizda. Yana bitta tomoni, xato qilishdan qo'rqmang. Speaking qilyapsizmi, bo'ldi, unuting, tashqi olamdan uziling. Gapiryapsizmi, kimdirga gapirishingiz mumkin, video qilishingiz mumkin, oynaga qarab gapirishingiz mumkin. Ayni o'sha vaqtda mana shu so'z to'g'ri aytdimmi, ana so'z nima bo'lar ekan, qanaqa talaffuz qilinar ekan degan xayollar umuman kelmas. O'chirib qo'ying. Og'zingizni ochib gapirishni boshladingizmi, avtomatik tarzda xuddi siz ingliz tilini zo'r bilasiz o'sha. O'zidan ham zo'r bilasiz. Gapiring. Agar siz xato qilib qo'ysamchi, qaysi so'z ishlatardim, bu so'z o'rniga nima qilsam bo'lardi degan xayollarni o'tkazursiz, tabiiyli yo'qoladi. Ravon gapirishdan asar ham qolmaydi. Shunaqa qilib ingliz tilini agar o'rganadigan bo'lsangiz, til o'rganishingiz samaradorligi yanada tezlashadi. Xulosa, gapirishni erta boshlash sizga katta ishonch beradi. Endi o'rtoqlar, umumiy bir xulosa qilib aytadigan bo'lsam, tilni samarali o'rganish uchun sizga 3 ta narsa kerak bo'lar ekanda. Tizimli reja bilan muntazam o'rganish, ingliz tilida yashash va so'nggisi gapirishni imkon qadar ertaroq boshlash. Agar shu uchalasini muntazam qiladigan bo'lsangiz, til o'rganishingiz keskin tezlashadi. Endi shu xayrlashishimizdan oldin bitta savol bersam-da. Ingliz tilini o'rganishda eng ko'p nimadan qiynalyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda shunga qarab men maslahatlar berib boraman. Balki birortasiga alohida video ham tayyorlarmiz. Nima deysiz? Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga jo'natib qo'ying. Aytgancha, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin.